Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan kaksa artroz mashqlarini uy sharoitida ko'rsatib o'tamiz. Agar sizda kaksa artroz bor yo'qligini uy sharoitida aniqlash uchun oyog'ingizni ikkinchi oyoqni tizzasiga qo'yasiz, tizza sohadan pastga bosasiz. Agar o'sha holatda paxoy zonada og'riq yoki tizzangiz pastga tushmay shu holatda qolib ketsa, demak sizda kaksa artroz kasalligi bor. Demak sizda belingizda grija bor yoki sizda sonchanoq bo'g'imida yemirilish kaksa artroz bor. Ba'zi kasallar grijani deb davolanib 2 yil, 3 yil davolanib yuradi. O'sha og'riq fonida kaksa artroz ham rivojlanib ketadi. Og'riqning aniq tochkalarini bilib olsangiz, sizda kaksa artroz bormi yoki grija bormi aniqlab olasiz. Kaksa artroz bo'lganda, sonchanoq bo'g'imida yemirilish bo'lganda, paxoy zonada sizga o'tuvchi og'riq, achishish, sanchiq og'rig'i bo'ladi. Grushoidniy mushak tarafda, dumma tarafda yoyilgan og'riq hissi bo'ladi. Sizda oyog'ingizda chegaralanish, oyoq to'g'ri holatda ichkariga va tashqariga rotatsiya holati buziladi. Faqat burib ko'rganingizda, agar bu tarafda kaksa artroz bo'lib, sizda sonchanoq bo'g'imi qotadigan bo'lsa, burganingizda faqat tizzani o'zi burilgan harakati kelib chiqadi. Agar kaksa artroz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri holatda oyoq ichkariga, tashqariga umuman burilmay qoladi. Belingiz sohasidagi grijadagi og'riq doimiy sizda oyoqni orqasidan o'tuvchi og'riq beradi. Sidalishniy nerv, ya'ni tovondan to'liq belingizgacha tortadi. Ba'zilarda grija shunaqa bo'ladi, belni o'ziga og'riq beradi. Bu qaysi nerv qisilishiga bog'liq. Ba'zilarda sidalishniy nerv qisilganda oyoqni orqasidan o'tuvchi og'riq beradi. Paxoy zonaga faqat kaksa artroz bo'lgandagina og'riq kelib tushadi sizga. Birinchi mashqimiz oyoq mushaklarini qizdirishdan boshlaymiz. Oyog'imizni uchini o'zimizga tortib pastga qilamiz 10 marta. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikkinchi mashqimiz oyoqlarni ichkariga va tashqariga 10 marta ochib yopamiz. O'shanda bizda sonchanoq bo'g'imizda qon aylanish yaxshilanadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uchinchi mashqimiz ikkita oyog'imizning uchlarini tashqariga va ichkariga baravar ochib yopamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To'rtinchi mashqimiz sonchanoq bo'g'imini aylantirish. Bu asosiy mashqlarga kiradi. Oyoqni ko'targan holatda ichkariga aylantiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xuddi shu holatda endi tashqaridan ichkariga aylantiramiz 10 marta bu oyoqni. Ikkinchi oyoqni boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu oyog'imizni ham endi tashqaridan ichkariga aylantirib 10 marta qilamiz. 5-chi mashqimiz oyoqlarni o'zimizga yerga sudragan holatda tortamiz va tushiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikkinchi oyog'imizni ham xuddi shu holatda 10 marta bajaramiz. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. 6-chi mashqimiz sonni oldingi to'r boshli mushagiga yuklama berish. Bu mashqda o'ng oyog'imizni tizzani tagidan ikki qo'llab ushlab turgan holatda chap oyog'imizni bajaramiz. 1, 2, 3. Oyoqni yerga tekkizmaymiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuddi shu holatda o'ng oyog'imizni ham 10 marta bajaramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7-chi mashqimiz katta dumma mushaklarini cho'zish hisoblanadi. Bu mashqni bajarish uchun ikkita oyoqni ham bukamiz. O'ng oyoqni, chap oyoqni tizza qismiga ko'tarib, bir qo'limiz bilan tizzani bosamiz. 1, ikkinchi holatda o'zimizga tortamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikkinchi oyoqda ham xuddi shunaqa bajaramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8-chi mashqimiz to'g'ri yotgan holatda tizzalarni bukmaymiz, sonchonoq bo'g'imini aylantiramiz. Tashqariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuddi shu holatda o'ng oyog'ingizni endi ichkaridan tashqari tarafga aylantirasiz. Ikkinchi oyog'imizni ham ko'taramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu oyog'ingizni ham endi tashqaridan ichkari tarafga 10 marta aylantirasiz. 9-chi mashqimiz yotgan holatda oyoqni bukamiz. Oyoq uchlarini yelka kengligida ochib, tizzani ichkari tarafga bosamiz. 1, 2, 3, 4, 5,
olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10. 10-chi mashqimiz endi bel mushagini dumg'uzaga birikkan joyiga ishlaymiz. Oyoqlarni bukamiz. O'ng oyog'imizni chap oyoq tizzasiga chiqaramiz. Qo'limizni endi men ko'rsatkada yotibman, siz yerda yotasiz, ikki tarafga to'liq tashlab olasiz. Shu holatda ichkariga va tashqariga aylantiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikkinchi oyoqni ham ikkinchi oyoqni tizzasiga chiqarib, tashqariga ichkariga 10 marta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chap oyog'imizni ham xuddi shu holatda o'ng oyoqda tizzasiga chiqarib, tashqariga ichkariga 10 marta bajaramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11-chi mashqimiz qo'llarni boshni orqasiga zamok qilib o'tkazamiz va o'ng tizzani tortib, chap tirsakni bir-biriga tekkizamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12-chi mashqimiz suzish mashqi hisoblanadi. Bu mashqda tana qancha qilgan sayin qon aylanishi aktivlashib, juda yengil tortasiz. Bu mashq sizga juda kerakli mashq hisoblanadi. Buni qilishda 4 oyoqlab turasiz. Qo'l yelka kengligida, tanadan uzoqroq holatda oyoqni, o'ng oyoqni chap oyoqni ustiga chiqarasiz, faqat yerga tekkizmaysiz polga. Orqaga o'tiramiz. O'tirgan holatda yerdan tepaga kelib yana qaytamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 13-chi mashqimizda ham 4 oyoqlab turamiz. O'ng oyog'imizni tepaga ko'taramiz. 1 2 3 qaytaramiz, 4 pastga tushiramiz.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Xuddi shu holatda o'ng oyog'imizni 10 marta, chap oyog'imizni 10 marta. 14-mashqimizda biz yonbosh holatda to'g'ri lelinkada yotamiz. Bu holatda oyoqni uchini to'g'riga uzatgan holatda tizzani bukmaymiz, son chanoqni bukmaymiz. Faqat chanoq bilan dumg'iza bo'g'imini ochishda ishtirok etadi bu mashq. Mana shuni tepaga pastga o'ynatamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xuddi shu holatda chap oyog'imizni ham 10 marta bajaramiz. 15-mashqimizda 4 oyoqda turgan holatda qo'llar yelka kengligida o'ng oyoqni ko'taramiz, tashqariga 10 marta aylantiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ichkariga ham 10 marta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xuddi shu holatda chap oyoqni ham 10 marta bajaramiz. Ikkinchi chap oyog'imizni ham tashqariga 10 marta aylantiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi ichkari tarafga 10 marta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hozirgi qilgan mashqimda rastashkasi, ya'ni son chanoq bo'g'imini aylantirdik. O'sha mushaklarni cho'zib olishimiz uchun o'tirgan holatda qo'limizni oyoqni uchidan ushlab 20-30 sekund turishimiz kerak bo'ladi. O'ttiz sekund tugadi. Endi o'sha mashqda aynan oxirgi ko'rsatgan mashqimni 3 podxod qilishingiz kerak bo'ladi. Tizzani, son chanoq bo'g'imini aylantirasiz, tashqariga, ichkariga 10 marta, ikki tarafni ham aylantirib, yana o'tirgan holatda oyoqni uzatib, to'g'ri bukilib, qo'llaringiz bilan oyoqni ushlab turib 30 sekund turishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi ko'rsatgan mashqlarim bilan sizda kaksa artroz kasalligi bo'lsa, 100% holatda bu kasallikdan qutulishingiz mumkin. Faqat sizdan mehnat talab qilinadi. O'sha mashqni o'z vaqtida bajarishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham shu kaksa artroz muammosi yoki belgirisha muammosi bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarda Telegramimiz bor. Agar sizda ham shu muammolar bo'ladigan bo'lsa, MRT xulosalaringizni Telegramga tashlasangiz, onlayn konsultatsiya berib o'tamiz. Biz bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videomiz sizga nima haqida kerak bo'lsa, kommentariyada yozishni unutmang.